Operatsiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Bemorimiz xohlaganlaridek chiroyli holatdagi estetik ko'rinamiz. Kichik hajmli garbinkamiz bor. Garbinkalarimiz oldik. Konchiklarimizga ko'tarib ixcham holatga keltirib berdik. Qanotlarimiz keng holatda edi. Qanotlarimizdan biroz miqdorda oldik. Old holatdan qaraganimizda burun spinkalari keng holatda edi. Ko'tardik, ixcham simmetrik holat qilib berdik. Burun konchiklarini ham ixchamlashtirdik. Qanotlarimizdan biroz miqdorda olib ixcham holatga keltirib berdik. Nafas olishlarni to'liq tiklab berdik. Yuqoridan qaraganimizda ham burun spinkalarimiz ixcham simmetrik holatda. Bemorimiz xohlagan natijamiz yon holatdan ko'rinishi. Funksional estetik rinoplastik ko'nikimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bemorimizda burnimiz biroz miqdorda kalta edi. Asiatik nosga o'xshash holatda edi. Ko'tarib ixcham biroz uzunlashgan yevropa tipdagi burun shaklini qilib berdik. Sog' bo'linglar, kuzatib